Nima uchun inson his qilmaydi hayot? Chunki 24 na 7 xavotirda inson qanaqa his qilsin? O'shaning uchun hayotni his qilmagan inson bu deganiki, har bitta niyat, har bitta zaпрос, ya'ni zaпрос borki, niyat borki, yaxshilik bilan tugaydi-da aslida. Nima uchun insonlar aytadi, oylik bermayapti, hamma narsalar oshib ketdi, krizis bo'lyapti, qo'rqib ketyapmiz, u bo'lyapti, bu bo'lyapti. Psixika har doim shunaqangi fikrga borib qolganki, maqsad qo'ydingiz, erishmadingiz, yomon bilan tugadimi? Demak, nimaga qarasangiz yomon bilan tugayapti. Nimaga qarasangiz yomon bilan tugayapti. Nimaga qarasangiz yomon bilan tugayapti. O'qishga kirmadi, erim ichyapti, pul bermayapti. Nimaga qarasangiz yomon bilan tugayaptimi? Demak, sizning psixikangiz o'sha maqsadim qachonlardir qilgan maqsadimga qachonlardir erishsam, yaxshilik bilan tugamadi degan psixika hamma narsangizda yomonni ko'rsatib beraveradi. Shuning uchun inson prosta uyg'onganida xotirjam uyg'ona olmaydi. Prosta uxlaganida xotirjam uxla olmaydi. Bunda hayotni ayblaydi. Aslida gap psixikada.